Assalomu alaykum. Biz bugun fan strecha Buxoroliklar bilan ko'rishgan edik va bu yerda biza bilan almas oladiganlar, Free Fire'da akkaunt savdo qiladiganlar, nastroyka oladiganlar hammasini bitta joyga jamladi va o'shalardan primoy biza savdo qildik va o'shalar bilan o'zi gaplashamiz. Ana nima fikrlari bor, nima o'shani so'raymiz o'zi. Kim mendan almas oladi? Kim olgan almas mendan? Siz olgansiz, siz olgansiz. Qanday almas servisimiz tez ishlaydimi yoki tez ishlaydi, ha? Haqqoniy. Kim bizadan nastroyka kim sotib olgan? Mana вообще-то kim sot? Siz nastroyka olgansiz, siz olgansiz, siz olgansiz. Siz ham olgansiz. Qanday nastroykamiz kачествоsi? Supermi? Super. Nastroykamiz Free Fire'da zo'r. Qish, yana nima bor edi bizada? Akkaunt savdo продажада kim? Kim bironchi siz продажа qilgansiz, akkaunt olgansizmi? Necha so'mlik akkaunt olgansiz? 300 ming so'mda. Biza nima bo'lgan? Kim o'zim sizga berganman shunday, o'zim доверенный, shundaymi? Gap so'z. So. Daveriya borda, so gap yo'q. Ko'rdinglar, biz bilan har doim savdo qiladiganlar bor, almas servis, akkaunt, nastroyka oladiganlar bor. O'z fikrlarini o'zlaringiz eshiting, hammasi zo'r. Telegram kanalim, mana shu Instagram va YouTube profilim shapkasida bor. Shunda obuna bo'lib qo'yinglar, kerak bo'lib qolishi mumkin. Telegram kanalimga faqat через ссылка kirib bo'ladi. Ehtiyot bo'linglar, assalomu alaykum. Free Fire